Allohning 99 ta go'zal ismlarining ma'nolari. Alloh. A'rof surasining 180-oyatida Allohning chiroyli ismlari bor. U bilan duo qilinglar deb aytilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Alloh taoloning 99 ta bir kami 100 ta ismi bor. Kim uni sanasa jannatga kiradi. Alloh toqdir. Toqni yaxshi ko'radi, dedilar. Alloh. Ushbu lafz alaha fe'lidan olingan. Iloh masdariga mansub bo'lib, ma'bud, ibodat qilingan zot ma'nosini anglatadi. Arablarda ilohga alif va lom harflari kiritilgan va arabcha al-ilohu hosil bo'lgan. So'ngra hamzaning harakati aniqlik lomiga aylantirilgan va bir jinsdagi ikki harf idg'om qilingandan keyin Alloh lafzi hosil bo'lgan. Bu lafz yakka yagona, ma'budi, haqqa ism bo'lib qolgan. Bu ism u zotdan boshqaga ishlatilmagan.